Hazreti Aysa'nın sözü ayaklaşmasınla 12 şagirdining biri bo'lgan Yahuda keldi. Onun yanında oliy ruhoniylar ve xalq oqsoqollari tarafidan avatilgan qilich to'qmoqlar bilan qurollangan zo'r bir to'p odam bor edi. Hazreti Aysoga sotqinlik qilgan Yahuda ularga olliburun "Men kimni so'ysam, Hazreti Ayso shu, sizlar uni tutinglar" degan ve söyish orqali belgi bermoqchi bo'lgan edi. U uddul Hazreti Aysoni oldiga berib, "Salom ustoz" deb uni so'ydi. Hazreti Ayso uningga "Birodar, qiladiganingni qil" dedi. Bunun bilan belki odamlar yopirilib kelib, Hazreti Aysoga qo'l silib, uni tutqun qildi. Hazreti Aysoning yendiklardan biraylan darhol qilichini sug'urib, bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi. Qilich chakorning qulog'iga tegib, uni shilib tushiribdi. Hazreti Ayso uningga "Qilichimni qiniga sol. Qilich ko'tirganlar qilich ostida aloq bo'ladi. Yoki meni Xudo otamdan yordam ololmaydi deb o'ylab qoldingmi? Xohlasam, u menga shu an 12 tumandan ortiq farishta avatidi. Biroq agar men unda qilsam, muqaddas yozilmadiki, cho'qim mushundoq bo'lishi kerakligi to'g'risidagi so'zlar qandoq amalga oshsin dedi. Ondan Hazreti Ayso u odamlarga qarab mundoq dedi: "Sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tirib, meni tutqili kelibsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Har kuni markaziy ibodatxona hovlilarida o'ltirib ta'lim berdim. U chaqda tutmadinglar. Ammo bu ishlarning yuz berishi payg'ambarlarning muqaddas yozmalarida oldin aytganlarining amalga oshirilishi bo'ldi. Bu chaqda shogirdlarning hammasi uni tashlab kechib ketishdi." Hazreti Aysoni tutqun qilganlar uni bosh ruhoniy Qayofaning oldiga elib berishdi. Tavrat ustozlari bilan xalq oqsoqollarimi u yerda jam bo'lishgan edi. Petrus Hazreti Aysoga toki bosh ruhoniyning g'o'lisigacha yiroqdan egishib bordi ve ishning natijasini ko'rish uchun ichkariga kirib, qorovullarning yanida o'ltirdi. Oliy ruhoniylar ve bütün oliy kengashma a'zolari Hazreti Aysoni o'lim jazosiga mahkum qilish uchun yolg'on isbot izlatdi. Bir muncha yolg'on guvohchilar o'ttirg'i chiqqan bo'lsa-mu, isbot ko'rsatib beramadi. Oxirda ikki guvohchi o'ttirg'i chiqib, "Bu odam men Xudoning ibodatxonasini buzib tashlab, 3 kun ichida qayt yasab chiqa olayman" degan dedi. Bosh ruhoniy o'rnidan turib, Hazreti Aysoga "Qani, javob bermamsan? Ularning sening ustundan bergan guvohlarga nima deysan?" dedi. Lekin Hazreti Ayso lom jim demedi. Bosh ruhoniy uningga "Menga hayot Xudo oldida qasam qilishingni buyurayman. Aytqin, Xudoning o'g'li, qutqizg'uchi Masih senmi?" dedi. Hazreti Ayso mundoq javob qaytardi: "Sizning deganingizdek. Lekin shuni bilib qo'yingki, buningdan keyin sizlar inson o'g'lining qodir Xudoning o'ng yonida o'tirganligini va ko'kdagi bulutlar ustida keladiganligini ko'rsizlar." Bu so'zni anglagan bosh ruhoniy to'nlarini yirtib tashlab, "U Xudoga kufrlik qildi. Endi boshqa hech qanday guvohchining hojati qolmadi. Sizlar uning kufrliklarini angladinglar. Endi buningga nima deysizlar?" dedi. "O'lim jazosiga tegishli" deb javob qaytarishdi ular. Bunun bilan ular Hazreti Aysoning yuziga tükürüp uningga mush otdi. Ba'zilari uni qachatlab, "Ey Masih, payg'ambar bo'lsang, aytib boqina, seni kim urdi?" deyishdi. Petrus
tashqiridagi hovlida o'tiradi. Bir dedek uning yeniga kelib, "Sen Galiliyalik Ayso bilan bir eding-ku?" dedi. "Sening nima deyotganingni tushunmadim" deb inkor qildi Petrus hamaylarning oldida. Ondan Petrus darvozaning oldiga chiqdi. Uni ko'rgan yana bir dedek u yerda turganlarga, "Bu odam Nosiralik Aysoning sherigi edi" dedi. Petrus qasam qilib, "Men u odamni tanimayman" deb yana inkor qildi. U yerda turganlar birozdan keyin Petrusning yeniga kelib, "Shubhisizki, sen Aysoning sheriklarining biri. Talaffuzingdan mana men deb chiqib turdi" deyishdi. Petrus qasam qilib, "Bu odamni tanimayman. Bo'lmasa meni Xudo ursin" dedi. Dal shu chaqda g'o'raz chilladi. Petrus Hazreti Aysoning g'o'raz chillashdan burun "Sen mendan 3 qitim tanisan" degan so'zni esiga ilib, tashqariga chiqib, qattiq yig'lab ketdi.